apteka yuguradigan bo'lib qoldi. Ko'z aptekalarda, kasalxonalarda sotilmaydi. Yoshlarda 2,5 dioptrigacha ko'z nuri tiklanadi. Bu yer ayollar yotoqxonasi. Tabiat qo'ynida tog'li joylarga boriladi, adirli joylarga chiqiladi, ko'z nurini tiklash, toza havodan nafas olish va mashqlarda tabiat qo'ynida ham olib boramiz. Assalomu alaykum azizlarim. Hozirgi kunga kelib ximikat vositalariga ruju qo'yish shunday kuchayib ketdiki, odam qanday kasallikka uchrashidan qat'iy nazar apteka yuguradigan bo'lib qoldi. Aslida bu tibbiyot simptomatik tibbiyot deb ataladi. Ya'ni kasallikni davolamaydi ximiya dorilari. Uni belgisini davolaydi. Aslida kasallikni davolash uchun uni tak tomiri bilan oxirigacha yo'q qilib davolash kerak. Odamlar hozir shoshilgan. Iloji boricha birpasda tezda davolanib ketishga harakatini qiladi. Aslini olganda kasallikning kelib chiqishiga uzoq yillar noto'g'ri hayot tarzi, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri ovqatlarni iste'mol qilish, turmush tarzi va hokazo juda ko'p omillar sababchi bo'ladi. Endi simptomatik tibbiyotga keladigan bo'lsak, ximiya vositalari bilan davolanish to'g'rimi deyapsiz? Ximiya vositalari bilan davolash bir tomonlama to'g'ri. Bu tibbiyotda bu nima desak? Bu tez yordam tibbiyot. Ekstreniy holatlarda o'zimiz ham tibbiyotga murojaat qilishga majbur bo'lamiz. Chunki har xil holatlar bo'ladi. Qo'rqsam qorin og'rib qolishi mumkin, qon bosimi ko'payib, shakar ko'tarilib ketishi mumkin, avariya holatlari bo'ladi. Tibbiyot bizga doimiy ravishda kerak. Doim insonlar tibbiyotdan foydalanishga majbur bo'ladi. Lekin surunkali kasalliklarda bu endi ximiya vositalari bilan davolashda iloji yo'q. Sababi ular tez yordam vazifasinigina bajarib beradi. Aslini olganda kasallikni davolashda uni ichkaridan to'liq davolash kerak. Oddiy bir misol aytadigan bo'lsak, o'xshatma qilib beraman sizlarga. Shuvolgan duvol tushib ketadigan bo'lsa, ustani chaqirsangiz u yerda shuvab qo'yadi. Shu bilan tekis bo'ladi. U yana 5 oy, 6 oy o'tgandan keyin yana sho'rlab chiqaveradi. Sababi ichkarida sho'rlagan g'ish qolib ketgan bo'ladi. O'sha sho'rlagan joyda tozalab chiqadigan bo'lsangiz, u uzoq 100 yillar ham turaveradi, shu pastga tushmasdan. Kasallik ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Uni asta-sekinlik bilan, tak tomiri bilan davolab chiqib ketish kerak. Endi xalqimiz zamonaviy tibbiyotga o'rganib qolgan. Aslida buni sekin astalik bilan davolab chiqib ketsa bo'ladi. Bunda hadislarda, Qur'oni Karimlarda hammasida yozilgan. Barcha kasalliklarni, u qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar, hammasini shifosi bor degan Alloh taolo. Shifosi bilan beryapman kasalliklar dedi. Shunga o'xshagandek, hamma kasallikni ham davolasa bo'ladi. Abdukarim aka, ximiyaviy dori vositalari kasallikni ildizi bilan yo'qotmaydi, ya'ni simptomatik davolovchi xususiyatga ega deb aytib o'tib ketdingiz. Endi shu kasallikni ildizi bilan yo'qotish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? To'g'ri aytdingiz. Kasallikni ildizi bilan yo'qotish uchun juda ko'p narsaga ahamiyat berish kerak. Bundan toza havo deymiz, to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri nafas olish, to'g'ri turmush tarzi. Endi bu ko'pchilik uchun ehtimol siyqasi chiqib ketgan gapdir, lekin asosi shu yerda yotibdi. Aslida kasallikni davolash uchun simptomatik tibbiyot bir tomonlama yondashadigan bo'lsa, biz har tomonlama yondashamiz. Inson qaysi kasallikka uchrashidan qat'iy nazar, ayniqsa surunkali kasalliklarda kasallikni davolash uchun inson o'zini ichki doktoriga yordam berish kerak. Valeriy Sinelnikov degan doktor bor. Shu inson aytadi, uzoq yillar, 15-16 yil kasalxonada ishlab, men kasallarni aldab kelgan ekanman degan. Chunki kasalni davolash uchun o'sha bemorni o'zi mutaxassisga yordam berish kerak. Ya'ni ichkari tomondan. Buni qanday desak bo'ladi? Ham fikriy, ham qalbiy, ham ruhiy tomondan ham yondashishga to'g'ri keladi. Insonning fikri to'g'ri bo'lsa, o'zini kasalini sog'ayishib ketishiga o'zida ishonch bo'lsa, qalbi pok bo'ladigan bo'lsa, bu ham bari mashqlar orqali bo'ladi va ruhiyatini ko'tarsa, mutaxassislar aytgan
ko'rsatmalarini joy-joyida qilib bersa, kasallik birdaniga emas, asta-sekin chekinishni boshlaydi va inson sog'ayib ketadi va o'ziga to'g'ri turmush tarzini tanlab olish kerak. Xo'p, mana ko'p yillik mutaxassissiz salomatlik bo'yicha eng ko'p rezultatga erishgan kasallik sohalaringiz qaysi yo'nalishlarda bo'lgan? Hop, eng ko'proq erishgan yutuqlarim menga ko'proq kelishadi. Umurtqa pog'ona kasalliklari, disk grija, umurtqani qiyshayishi, suyak yemirilishi, qandli diabet kasalliklari bilan va undan ham ko'proq keladigani asosan ko'z muammolari bilan ko'proq murojaat qilishadi. Mhm. Endi mana aytadigan bo'lsak, grija kasalini oladigan bo'lsak, grija kasalini zamonaviy tibbiyot lazer nuri bilan operatsiya qilyapti. Lekin disklar aro bo'shliqni orasida suyuqlik bor. Disk bilan diskning orasi ochiq turishi kerak. Shu ikkala disk bir-biriga yopishib qolgan vaqtida ichkaridan yelimsimon yadro, ya'ni grija o'sib chiqadida, u insonga og'riq beradi. U belga og'riq bergandan keyin yo chap oyoq tomondan qissa, chap oyoq nervini qisib oladi, o'ng tomondan qisadigan bo'lsa, o'ng oyoq nervlarini qisib olib, oyoqqa ham og'riq beradi. Endi buni operatsiya yo'li bilan tezda yechim qilishga harakat qilinadi tibbiyotda. Lekin u narsa to'g'ri yechim bo'lib oxirigacha yetkiza olmaydi. Bemorda og'riq yo'q bo'lishi mumkin, lekin yana bu narsa qayta bo'lishi mumkin. Uni mashqlar davomida sekin asta o'sha yelimsimon yadroni organizmga tarqatib yuborish yo'li bilan shug'ullanamiz biz. Va u keyin hayoti davomida unaqa kasallikka qaytib uchramaydi. Boshqa kasalliklarda ham xuddi shunaqa davom etadi. Masalan, ko'z kasalliklariga keladigan bo'lsak, odamlar juda shoshqaloq bo'lib ketgan hozir. Ko'zda ko'z nuri pastladimi, doktorga boradi, qandaydir tomchilaydigan dorilarni tomizadi, ular ham to'g'ri qiladi. Lekin operatsiya qildirib qo'yapti yoki lazerni korreksiya bilan foydalanyapti. Bu to'g'ri yechim emas. Lazerni korreksiya operatsiyasi 6 minutdan 9 minutgacha davom etadi. Ertasi kuni bemorning ko'zi yarqaytib ochiladi. Lekin bu tiq deydi degan so'z. Agar bemor 30-35 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, 5 yil, 4 yil, 6 yilgacha yaxshi ko'rishi mumkin. Yo'q, agar bemor 60 dan oshgan bo'lsa, 1 yil, 1,5 yildan keyin ko'z xiralashishni boshlaydi. Endi yechim nima? Ikkinchi operatsiyaga tayyorgarlik ko'radi. Ikkinchi operatsiyadan keyin ko'zni oldi tumanlashadi. Ko'z sekin asta ko'rinmaydigan darajagacha yetib boradi. Juda ko'p odamlar murojaat qilib telefon qilyaptiki, ko'zim operatsiya bo'lganiga 1 yil bo'lgan, yo 2 yil bo'lgan, yo 3 yil bo'lgan. Ko'zim ko'rmay qoldi. 1 metr, 1,5 metrda ham ko'rishim qiyin. Shuni davolasa bo'ladimi? 20-30% holatlarda agar bemor 30 yoshgacha bo'lgan bo'lsa, uni davolasa bo'ladi. Buni men o'zimni tajribalarimdan kelib aytayapman. Lekin yoshi o'tgan odamlarda operatsiya bo'lgan ko'zlarni biz ko'rmaymiz. Agar u 70, 80, 90 yoshlar bo'ladigan bo'lsa, operatsiya bo'lmagan bo'lsa, u ko'zni 100% tiklasa bo'ladi. Chunki bu yerda kasallik ko'zni o'zida bo'lmaydi. Ko'zni kasalligini keltirib chiqaradigan omillarda bo'ladi. Masalan, asab sistemasiga bog'liq bo'ladi bu. Immunitet tushib ketgan bo'lsa, buyrak sistemasiga bog'liq bo'ladi. Ko'zdan jigarga ketgan o't yo'lini bekilib qolganligiga bog'liq bo'ladi. Umurtqa pog'onadan ko'z nuriga ketgan nerv tolalari qisilganligidan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam oshqozon osti bezi yaxshi ishlamay, qandli diabetga uchragan bo'lsa, aslida qandli diabetga uchragan barcha bemorlarda ko'z kasalligi bor. Lekin buni davosi bor. Sahrni normallashtirib joyiga tushiriladi va ko'z sekin tiklanadi. Yana bundan tashqari ko'z kasalligining sababi ko'zdagi dangasalik. Ya'ni gadjetlarga, kompyuterga, sensor telefonlarga bog'lanib qoladi. Soatlab shu apparatlarda, shu matohlarda oldida uzoq o'tirganidan ko'zda nuri sekin pastlab boradi. Chunki bu apparatlarda hammasi o'zidan virus chiqaradi, nur chiqaradi, ko'zga salbiy ta'sir qiladi. Yana bundan tashqari xonada uzoq o'tiradigan odamlar,
ham ko'z kasalligi, uzoqni ko'rolmaslik rivojlanadi. Dalalarga chiqib, uzoqlarga tikilib, ko'z mashqlarini yarim soat kompyuterda o'tirgandan keyin 5 minut ko'z mashqlarini qilib boradigan bo'lsa, ko'zlarimiz bizni umrimizni oxirigacha o'z xizmat vazifasini to'liq bajarib beradi. Lekin insonlar bunday qilmaydi-da. Judayam ko'p savollar meni qiynaydi. Ko'zimni operatsiya qildirdim, ko'rmayapti. Yo'q, biz buni qabul qilmaymiz deymiz. Ko'zda operatsiya qilishga shoshilmang o'rtoqlar. Hech qachon shoshilmang. Siz ko'z aptekalarda, kasalxonalarda sotilmaydi. Ko'z sizga bir marta Alloh tomonidan berildimi, umringizni oxirigacha shu ko'z sizniki bo'ladi. Boshqa o'rnini almashtirishda iloji yo'q. Shuning uchun operatsiya holatigacha ko'zni davolab olishda iloji bor. Bunga yoshning qizig'i yo'q. Necha yoshda bo'lsangiz ham ko'zni tiklasa bo'ladi. Endi sizlarga bir sodda qilib tushuntirib berishim mumkin. Oddiy fotoapparatni oling. Agar fotoapparatni sizni rasmingizni olayotgan bo'lsa, uzoqdan fotoapparatni kamerasini burab, sizni yuzingiz tiniqlashgandan keyin knopkani bossa, sizni chiroyli rasmga oladi. Agar o'sha mexanizmga moslashgan o'sha fotoapparatni yaqindan oladigan bo'lsa, sizni yana tuman ko'radi fotoapparatda. Yana kamerani buragan vaqtida kengaytiradi fotoapparatni kamerasi. Kengaygan holatda sizni yuzingiz chiroyli ko'rinadi-da, siz yana rasmga chiroyli holatda tushasiz. Ya'ni bu bilan men nima demoqchiman? Ko'z mushaklari ham charchaydi. Siz buni bilmaysiz. Uzoqqa qaraganingizda ko'z mushaklari o'zi avtomatik ravishda qisqaradi. Yaqinga qaraganingizda avtomatik ravishda ko'z qorachig'i kengayadi. Buni siz bilmagan holatda bajariladi. Shu mushaklarning charchab qolishi ham ko'zni xiralashiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun bizni onkologik sog'lomlashtirish tizimimizda bemorni boshidan fikrlarini yangilash, qalbini yangilash, ruhiyatini ko'tarish, oshqozon ichak sistemasini 100% tozalash hisobiga, jigar buyraklarda tozalash mexanizmini ishga tushirish, umurtqa pog'onalarini, tog'aylarni joy-joyiga keltirish va asab sistemasini normal holatga keltirish hisobiga 3 kun deganda natija chiqishni boshlaydi. 10 kun deganda 1,5-2 yoshlarda 2,5 dioptrigacha ko'z nuri tiklanadi. Hatto a'lochi bemorlarda desak bo'laveradi, 3 dioptrigacha tiklanganlar ham bo'lgan. Aslida ko'z kasalligida masalan bemor ko'zi xiralashadigan bo'lsa, optika oldin oftalmolog vrachga boradi. Oftalmolog vrach sizga 1,5-2 yoki -3 dioptrik ko'zoynak yozib beradi. Siz optikaga borasiz, ko'zoynakni olasiz, taqasiz, muammo hal. Osongina yechim. Lekin u ko'z borgan sari xiralashib, shu minus ko'z sekin asta 4, 5, oxiri 10, 12 darajagacha boradi. Bu haqiqiy yechim emas. Bu simptomatik tomonidan yechim. Bizda shuni dioptrisini pastlatib borish hisobiga ko'zoynakdan 100% tiklanib ketish imkoniyatingiz bor. Biz shuni aksi bilan shug'ullanamiz. Bu aslini olganda xalq tabobati. Hozirgi vaqtida odamlar dori-darmonga shunaqa ruju qo'yganki, lekin u davolaydimi, davolamaydimi bilmaydi-da, ko'r-ko'rona yondashyapti. Aslini olganda insonning organizmi Alloh taolo tomonidan shunaqangi mukammal, shunaqangi mustahkam qilib yaratilganki, insonning ichki imkoniyatlarini uyg'otgan holatda har qanday kasallikdan chekinishning iloji bor. Buning uchun bemor ham o'ziga ozgina vaqt ajratish kerak. Mutaxassis ham bemor uchun vaqt ajratish kerak. Endi iloji yo'q, majburmiz. Ko'zlar bitta-bitta ketaversa, odamlar ko'r bo'lib uyda o'tirib qolaveradigan bo'lsa, bu hech qanday bir haqiqatga to'g'ri kelmay qolyapti. Shuning uchun murojaatlar ko'payganligi uchun boshqa sohalarga qaraganda ko'proq men ko'zga e'tibor beryapman. Mana yaqinda endi yoshi katta odamlar YouTube'ga chiqib gapirishni xohlamaydi.
Bir ayol keldi, 54 ga kirgan, 7 yil bo'lgan ekan, bitta ko'zi ko'rib qolibdi. Ikkinchi ko'zi 70 santimetrdan ko'radigan darajada. Yetalab olib kelishdi. O'sha 70 santimetrdan ko'radigan ko'zni bizga kelgandan keyin 10 metr joydan bemalol odamni taniydigan darajaga chiqdi. Quvonarlisi shundaki, o'sha 7 yil ko'rmayotgan ko'z yorug'likni ko'rishdi, yorug'likni sezishni boshladi. Quyosh nurini, lampochkani o'chirib yoqqanini sezishni boshladi. Hozir va'da berib aytdi, bu xonim oradan hech qancha o'tmaydi, 2 oy, 3 oy ichida ko'zni biz tiklab olamiz, xudo xolasa. Ilgari ham bunaqa holatlar bo'lgan. Ularni o'zlaring yana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rishlaringiz mumkin. Shu o'rinda yana bir savol. 10 kunlik kursizda qatnashmoqchi bo'lganlar bo'lsa, keladigan insonlar uchun shart-sharoitlari qanaqa? Yaxshi. Shart-sharoitlarimiz yaxshi. Sanatoriyamizni o'zimiz shaxsan o'zimiz qurib oldik. Xususiy qilib, sharoitlari yaxshi, zamonaviy hamma jihozlar bilan ta'minlangan. Mana o'zingiz bir qator ko'rishingiz mumkin bemalol. Sharoitlar bilan bir qator tanishtiramiz. Mana bu o'quv zalimiz. Shu yerda muolajalar olib boriladi, darslar o'tiladi. Mana bu tomonimiz bo'lsa yotoqxonalar. Bu yer ayollar yotoqxonasi. Yotoqxonani etagida eshik orqali sanuzel hojatxonaga chiqiladigan yo'l. Hop. Erkaklar uchun alohida xonalar ham bormi? Albatta, erkaklarni xonasi, buni zal bo'lsa, bu yondan ayvon, ayvondan u tomonda erkaklar uchun alohida xonalar, alohida mujinskiy, jenskiy hojatxona, dush, yana saunalarimiz ham bor. Bular bilan jihozlangan. Bizni 10 kunlik sistemamizda, davolash sistemamizda bir kun xonada o'tiladi mashg'ulotlar, bir kun tabiat qo'ynida tog'li joylarga boriladi, adirli joylarga chiqiladi, ko'z nurini tiklash, toza havodan nafas olish va mashg'ulotlar, mashqlarda tabiat qo'ynida ham olib boramiz. Bu yerda bemorlar zerikib qolmasligi uchun yana qanaqa sharoitlar bor? Bu yerlarda o'yinlar bo'ladi, tennis o'yinlari bo'ladi, ko'p to'ylar beriladi, yoshlar ham keladi. Umuman zerikilmaydi bu yerda. Mashg'ulot kun bo'yi davom etadi. Faqat tushlik paytida, tushlik qilgandan keyin 1 soat, 1,5 soat dam beriladi. Yana mashg'ulot davom etib ketaveradi. Tushlik qilish uchun ham alohida sharoitlar mavjud. Alohida sharoit oshxonamiz bor albatta. Abdukarim aka, ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Aziz kuzatuvchilar, ko'rib turganinglardek, bugun sizlarga dorilarsiz davolash mumkinligi haqida videorolikni taqdim etdik. Xulosa o'zingizdan kommentda fikringizni yozib qoldiringlar. Agar bu 10 kunlik dori-darmonsiz davolash kursiga qatnashish istagi sizda tug'ilgan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, e'tibor uchun kattakon rahmat. Doimo boshinglar sog', joninglar omon bo'lsin. Salomat bo'linglar. Rahmat sizga ham.